Hammasi shundan boshlandi. Menga shoshilinch ravishda arzon uy kerak bo'lib qolgandi. Shaharning o'rtasidagi eski kommunalnikidan bitta uy topdim. Uning egasi g'alatiroq ayol, ko'zlari juda ham qo'rqinchli edi. U meni ogohlantirib qo'ydi. Qo'shnilar tinch, lekin g'alati. Ha, ular ba'zidan yo'qolib qolishadi. Hayron bo'lma. Men unga e'tibor bermadim. Uning narxi kulgili edi. Ko'chib o'tdim, uy juda eski edi. Har tomondan chirigan hid va taxta pollarning tinimsiz g'ichir ovozi kelardi. Ba'zan hech kim yurmayotgandek tuyulsa ham devor ortida shivir-shivir eshitilar. Go'yo kimdir ovoy orqasida sekin-asta yurgandek. Tunda esa devorlarda metallga o'xshash tirnalish ovozlari kelardi. Qo'shnilar rostdan ham g'alati edi. Bir-ikkitasi emas, hammasi ham qanaqadir yuzlari oqarib ketgan, yomon hid chiqib turardi. Ular xonasidan juda ham kam chiqsa ham ovozda nimadir chaynab yurishadi. Lablarini asta qimirlatib. Shu tarzda 3 oy yashadim. Bir kun tun yarmida devorlardagi g'ichir-g'ichir va shitir-shitir juda ham kuchayib ketdi. Ertalab esa qarshi tomondagi xona bo'sh edi. Butkul bo'sh. Hamma buyumlar yo'qolgan, eshik esa keng ochiq turardi. Bir haftadan so'ng uy egasi yangi ijrochini olib keldi. Qo'rqoq bir yigit, talaba edi. 3 oy o'tmasdan u ham jo'nab ketdi. To'g'ri qilgan. Yaxshi joy topgandir. Men esa boshqa ilojim bo'lmagandan keyin o'sha yerda qoldim. O'sha g'ichir-g'ichir meni aqldan ozdira boshladi. Bu oddiy taxtalarning ovozi emasdi. Devor ortida kimdir maqsad bilan sekin-sokin harakatlanardi. Doim shitir-shitir, xuddi ulkan quruq bir jonzot oboy o'rtasida sudralayotgandek. Hammasi o'zgarib ketdi. Bir tun yuqoridagi xonadan dahshatli, ammo darrov bo'g'ilgan qichqiriq eshitilganda qiziqishim qo'rquvni yengdi. Ertalab hamma xonalarda paytiman chortoqqa chiqdim. Eshik eski taxtalar bilan qoqilgan edi, lekin bittasi qimirlayotgan edi. Qo'limni tiqib ilgakni topdim va g'ichirlagan holda eshikni ochdim. Havo burnimga urildi. Shirin, chirigan chang va formani hidi kelib turardi. Yarim qorong'ulikda chang nuri tushgan joyda men hammasini ko'rdim. Xona bo'sh emasdi, shiftga arqonlar osilgan. Ularda suvsizlanib, qurilib jasadlar osilib turardi. Ularning terisi butunlay yechib tashlangan, go'yo paypoqdek yechilgandek edi. Quyuq qizg'ish mushaklar bilan paylar ochilib qolgan. Ularni shamol urgandek asta tirvanib, o'sha g'ichirlagan ovozni chiqardi. Keyin mening ko'zim stolga tushdi. Unda pichoqlar, tayyorlangan go'shtlar, quritilgan go'shtga o'xshash parcha-parcha bo'laklar bor edi. Ha, xuddi qoq go'shtdek. Ana shunda hammasi birlashdi. Qo'shnilarning lablari chaynayotganda, ular zvochka emas, o'sha go'shtlarni chaynashgan. Ha, endi tushundim. Bu oddiy go'shtlar emas, u avvalgi ijarachilarning go'shtlari edi. Terisi esa ehtimol o'zlarining chirigan terilarini yemash uchun yoki butunlay almashtirish uchun kerak bo'lardi. Kecha 3-qavatda ayolning bo'ynida g'alati yangi silliq va pushti teri paydo bo'lganini esladim. Men qotib qoldim. Dahshatli bir aylanish jarayonining guvohi bo'lganimni angladim. Bu mavjudotlar odamlarni o'ldiribgina qolmay, ularning terilarini kiyishar, qolgan qismlarini esa qayta ishlashardi. Navbat menga ham yaqinlashayotgan edi. O'sha kechasi men hujjatlarimni yig'dim, kichik ryukzakka solib, go'yo sayrga chiqqandek sezilmay ko'chaga chiqdim. Xonam oynasiga oxirgi marta qaraganimda, u yerda g'ayrioddiy, tasvirlab bo'lmaydigan bir jonzotni ko'rdim. U bir lahza turdi-yu qorong'ilikka singib yo'q bo'lib ketdi.